Shohsanamning to'yi anchadan beri tuman gap edi. U nafaqat go'zalligi, balki or-nomus va qomati bastidan ham ko'z tushar kelin edi. Jasur bilan to'ydagi har bir raqs, har bir ohangda ularning muhabbati porlab turardi. Men faqat sizning ayolingiz bo'laman, degandi Shohsanam to'y oqshomida, Jasurning qulog'iga shivirlab. Jasur boshini qimirlatib uni quchoqladi. Bir oy o'tdi. Jasur viza ustida yuribdi. Ishsizlik uni Rossiyaga olib ketdi. Shohsanam ketma demadi, lekin uning ko'kragiga boshini qo'ygan har kecha qol deb pichirlardi. Jasur ketdi. Uyda qaynonasi, qaynotasi va qaynog'asi Beyzod. Beyzod undan 6 yosh katta, sukutlik, qaddi qomati va ko'zida o'zim bilganman deb turadigan qarashga ega edi. Birinchi haftada hammasi odatiy edi. Shohsanam so'zsiz xizmat qilar, ertalab nonushta, kechqurun choy, qaynonasi uchun yog'ona tovoqlar. U o'ziga har bir yil o'tib Jasur keladi, keyin men ham ona bo'laman derdi. Biroq u kechalari yolg'iz to'shakda, issiq yostiqda erining nafasiga chanqagan qalbi bilan uxlar edi. Uning tanasi sekin-sekin o'z ehtiyojini sug'orayotgandek bo'lardi va aynan shu zaiflik Shohsanamni himoyasiz qoldirdi. Bir kuni kechqurun qaynonasi mahalla yig'ilishida, qaynotasi masjidda edi. Hovlida faqat Shohsanam va Beyzod. U xonadan chiqib oshxonaga yo'l oldi. Og'ir tovushsiz yurdi. Ipak xalat kiygan edi. Tugmalari yupqalagidan ko'krak chizig'i yaqqol ko'rinar. O'zi bundan bexabar, ammo Beyzod emas. Sizga nimadir kerakmi? Dedi u. Yo'q, shukur. Biroz choy damlab olaman, dedi Shohsanam. Bir lahzada u o'rtada yaqinlashdi. Shohsanam yuragi tez ura boshladi. Beyzod uni orqasidan yon boshidan nafas oldi. Tanasi titradi. Buncha go'zal ayol, dedi u shivirlab. Nega yolg'iz? Shohsanam burilib unga yuzlandi. Men kelinman, mening erim bor, lekin u yo'q. Sen esa bunday kechalarda o'zingni kim bilan tasalli qilyapsan? Bu so'zlar uni qornini kesdi. Ammo ko'kragi qo'zg'aldi. Tili yo'q dedi, lekin tanasi ha deya nafas oldi. Ularning o'rtasidagi masofa yo'qoldi. Qo'l yelkadan pastga surildi. Ko'zlar qoraydi. Ehtiros lahzali uzoq kutilgan tuproqqa yog'ilgan yomg'irday tushdi. Shovur nafaslar. Shohsanam onsiz shunday vaqt saqlangan ehtirosga taslim bo'ldi. Keyingi kunlar unga jahannam bo'ldi. U o'zidan nafratlandi. Vujudini yuva olmadi. Har gal ko'zguga qarasa o'ziga men noloyiqman derdi. Ammo shunday og'ir kechalarda u his qila boshladi. Unda umid bor, ya'ni hayot. Bola kasalxonaga bordi, homilador edi. U qo'rqdi. Jasur hammasini bilib qolsa nima bo'ladi? Qaynonamchi, qishloq. Bir necha hafta o'tgach Jasur qaytdi. Ko'rdi, quchoqladi. Qanday sog'indim, deb Shohsanam jim turdi. Uning ko'zi yoshi erkakning ko'kragiga issiq is qoldirdi. Kechasida Jasur aytdi, men homiladorman. Jasur jim, u yelkasini tortdi, ko'z qizg'ardi. Qaynonasi eshitib qichqira boshladi. Eri 3 oy yo'q bo'lib, bola bo'ldimi? Kimdan bu? Shohsanam jim. Jasur o'ylab o'tirmadi. Hissiyot unga hukm qildi. U Shohsanamni uydan haydadi. Oradan bir hafta o'tdi. Qishloq chetidagi qo'shnilar bir jasad topdi. Qo'lida qog'oz bor edi. Men tanam bilan xatolik qildim, ammo qalbim hech qachon Jasurdan yuz o'girmadi. Bu bola muhabbatdan, sevgi, faqat ilfatdan emas, kechirishdan ham iborat. Tekshiruvdan so'ng aniqlandi. Bola Jasurniki ekan. Ular ketishdan oldin kecha sevgi chog'ida bo'lishgan edi. Jasur to'shakda cho'kkalagancha yig'ladi, lekin endi kech edi. Bugun yaratilgan